Assalomu alaykum, hurmatli bobonlar jamoati. Mana bizda Kaliforniya so'zganlari bor, bu Belgumsga. Hozir suv sepyapmiz. Aslida bu o'ta ko'payib yaxshi bo'ldi. Mana shu agarodda, bor yerda, boshqa qishlarda shu yerga tashlab mana suvlarni quyib qo'yapmiz. Mana orada oshqovoq chiqqan, oshqovoqlarni ham mana o'ydoga chiqarib mana oshqovoqlardan solyapti. Nuqul Belgumsda. O'ta ekologik chisti deganday ichidan chiqqanlarni ham solib mana o'shyapti. Bir chekka o'saveradi. So'ljanlar ham ishlayveradi. Qishlar amaliy bo'laveradi. Orada mana atxot kardonlarni ham tashlayveramiz. So'ljanlar yeveradi. Nechchilik turgan narsa borki yey. Mana mayillarda mana qilib qo'yib qo'yamiz mana korobkalarni. Yevoradi. Nima chirib turgan narsa borki yey. Bu videoni hozir yana bir narsani aytmoqchiman. Bu videoni olishdan maqsad buni ostida chashka bo'lgan. Bu mana suv sepganda suvi silqib u yoqqa chiqadi, uni biochay deydi. Biochay o'ti yaxshi, особенно düzümdagi giloslarda ostiga quysa o'ta yaxshi udabreniya sepsenler. Hozir men sizlarga ko'rsatib beray. Mana. Mana chuqurga bu yoqdan silqib mana chuqurga tushadi mana. Biochay. Endi buni hozir men uyda ham düzümdarim bor, o'shalarga mana baxlashkalarga quyib ketaman. Ammo düzümdarga nasosdaylar qo'yib beramiz mana. Mandaylarga quyib olib ketamiz. Bu ichine düzümdarga ham quysa o'ta yaxshi. Bu yil ekilganlarga hozir men ko'rsataman. Baxlashkaga olayda. Qop-qora mana gumatga o'xshash juda hozir bu mikro makro elementlarga eng boy udabreniya. Buni biochay deydi. Mana tsvetidan ko'rsanglar bo'ladi. Qaranglar. Qop-qora. Buni suvga aralashtirib hozir mayta jangga egilgan düzümdar bor, uyda düzümdar bor, o'shalarga quyamiz. Atak. Ben cho'ng düzümdarlarga ham quysa bo'ladi. Daraxtlarga ham. Mana shunday qilib suvni qo'yamiz. Mana shu ostida haq bor, so'zgan bor. Aslında silqib tushganda o'ta yaxshi udabreniya septiriladi. Mana düzümdarga quysa ham qaranglar. Boshqa udabreniyani azot, fazot, amofos, samavos hech narsa keragi yo'q mana. Buni ozgina dori sepganda ili отдельно listovoy podkomka qilib bersa-da bo'ladi. Listovoy podkomka qilib bersa-da o'ta yaxshi bo'ladi. Qaranglar, bularga bitta ham dori sepilgan yo'q. Japroqlarda qaranglar, qanday cho'ng, top-toza. Vopsi mana. Mevalarni ham qaranglar, top-toza. O'shaning uchun mana o'zlarda любой uyda bittadan yama qilib qo'ysalar o'ta foydali, o'ta yaxshi bo'ladi. Mana shu uydan chiqqan japroq bor va ko'p bor va ko'p bor va mashina tashlab ozgina so'zdan tashlab qo'ysalar o'zlaringga отдельно udabreniya chiqadi. Shu hurmatli bobonlar jamoati, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. İşleringizga iyilik, ko'kalaringga Alloh baraka bersin. Agar video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosamiz. Podpiska etmaganlar podpiska etib qo'yamiz. Undan keyin ham yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.